Sergelinskiy rayon Qo'yli 5-massiv chorrahasidan Ittifoq mahallaga, Machit ko'chaga kirganimizda 1 kilometrdan keyin mana shunday Fayzli mahallada 3 sotuvni narxida 8 sotuvli 13 ta xonali uchastkamiz srochniy narxda sotuvga chiqyapti. Akalar, videoni oxirigacha kuzatib boringlar, inshaalloh yoqadi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Qalaysiz? Bizdan kuzatayotgan odamlarga bitta narsani videoni boshidan tushuntirib o'tib ketaylik. Bu xonadon sotish uchun qurilmagan, o'ziga uchun qurilgan. Hop, xonadonimiz narxini ham sirazi aytib ketamiz. 175 ming. Uspet qilib qolinglar. Bu ikki etajli imoratimizni hamma remontlari bitgan. Shundoq kirib yashaydigan. Hop, navesimizga keladigan bo'lsa, 5-6 ta mashina spokойно sig'adi, двойной утепление qilingan. Bitmagan imoratimizda 8 ta xona, mansardasi ham bor, podvoli ham sevay. Bu rakursdan ko'rsatib o'tib ketamiz. Hovlimizni ko'rayotgan bo'lsangiz, zeleniy zonasi, bu yoq tomonda letniy kuxnyamiz, tashqaridagi tahorat xonamiz, bu yoq tomonga akamiz ishqiboz ekanlar, qo'yxona qilib qo'ygan ekanlar. Video oxirigacha kuzatib boringlar, ichini ko'rsatib o'tamiz. Kirgan shunaqa zal qilib bo'ladi. Uyimizdan isitish tizimi birinchi etaj ham, ikkinchi etaj ham teplый pol. Har bitta xonamizda radiatorimiz ham bor. O'ng qo'limizda ayollar uchun oshxona, chap qo'limizda kattalar uchun yotoqxona, o'zini sanusunlar bilan bilinadi. Kirishimizda mana shu stroyniy mebellarimiz qoladi. Qishda ko'chaga chiqmasligi uchun ikkinchi etajga chiqadigan yo'l qilib qo'yishgan ekan. Mebellarimiz kachitasiga keladigan bo'lsak, ustlari ta'sir mramordan qilib qo'yilgan. Chiqqanimizda ko'rayotgan bo'lsangiz, uzun koridor kutyapti. Bu yoq tomonimizda zal qismimiz joylashgan. Tak, bu yoq tomonda boya aytib o'tilib, xanno eshigimiz bor, kuxnyaga chiqib ketadigan. Bu yoq tomonimizda общий sanuzor. Tak, bu yoq qismimizda bolalar uchun yotoqxonamiz ko'rayotgan bo'lsangiz, har tomonlama oynasi, naryoqda yana bitta xonasi bor, xuddi shunaqa. Mana bu videoni bitta uyda yashaymiz deb niyat qilgan aka-ukalar, opa-singillarga jo'natib qo'yamiz. Bunaqa yaxshi obyektlarni o'tib ko'rolmasligi uchun bizning kanaldagi podpiska bosib qo'yinglar, like, kommentariy esdan chiqmasin.